Musor bor edi aka. Kelishyapti. Bir kishi kerak, bir kishi o'zi yetar. 100 ming dirham bo'ladimi? Aka qach Tog'a borasizmi? Assalomu alaykum. Tog'a, qandaysiz? Zo'rmisiz? Salomatmisiz? Habitlarda, issiqlarda qiynalmayapsizmi tog'a? bir mon chiqadi. Ha, bir yarim moshin chiqadi. Aka, o'zi bizlarda hech qanday ish yo'q edi. Bizlar bir ehsonimiz bor edi. Ehsonimiz sizga to'g'ri kelib degan, Xudo xolasa duo qilib qo'yasiz. Bizlarda bir musiqa, kiyim-kechak do'konimiz bor. O'shandan biz sizni chiroyli hozir kiyintiramiz. 58 yoshga kirdik. 58 yoshga kirib ham to'xtaganingiz yo'q. Hech mana bunaqa magazinda kiyim olganmisiz, tog'a? Mana bu magazindan. Ha. Keling ham tog'am. Takbiraga. Shunday bo'ladi tog'a. Qanday kiyimlaringiz qanday tog'ajonim? Yaxshi, sifati ham yaxshi. Sizga ma'qulmi? Kimga mana shunaqa kiyimlar kerak bo'lsa, tanish bilishlaringizga, maktab bolalar bo'lsa, xudo xolasa maktab forma ham qilaverasiz, olib kelaverasiz. Maylimi? Mayli. Mana bu kelishgan summamiz, pulimiz. Sizga kattakon rahmat.